Bismillahirrahmanirrahim. Nahvu fani 3-dars. Endi bu ismlardagi emas, endi fe'llardagi-da. Fe'llardagi raf, nasb, jazm belgilarini o'rganamiz endi. Xo'p, biz aytdikki, fe'llar raf bo'ladi, nasb bo'ladi, jazm bo'ladi dedik. Uni qayerdan bilib olamiz? Uni qanaqa belgisi borki, u bilan uni raf yo nasb yo jazmligini bilib olsak, shu belgilarni bilib olamiz. Xo'p, bu masalada ham 6 ta narsaga e'tibor qaratamiz. Birinchi, mufratga qaratamiz. Mufrat alohida turadi, tasniya alohida, jam yana alohida jamlar va muxotab muannas mufrat alohida turadi. Bunga ham e'tibor beramiz. Va oxiri illat harfli fe'llar alohida turadi bu yerda ham. Va endi muannas jamlari va ta'kid nuni yana alohida turadi. Mana shu 6 ta joyga alohida e'tibor qaratib qo'yamiz. Mana endi uni misollarda ko'ramiz. Xo'p, fe'l nima bo'lardi? Raf bo'ladi, nasb bo'ladi va jazm bo'ladi. Mufrat e'tibori bilan nima bo'ladi? Raf holati yazri mufrat e'tibori bilan, tasniya e'tibori bilan, kechirasizlar, va jam e'tibori bilan, muxotab muannas mufradi e'tibori bilan, oxiri illatli harf e'tibori bilan va muannas jamlari hamda ta'kid nuni tutashgan joylari e'tibori bilan. Shu e'tiborlar bilan uni belgilari har xil bo'lishligi mumkin. Mufrat bo'lganda rafta yazribu bo'lib, o'sha zamma uni raflik alomati belgisi bo'lib turaveradi. Nasbda yadriba bo'ladi, an yadriba, lan yadriba kabida. Jazmdachi yazrib bo'laveradi, lam yazrib, li yazrib kabi. Tasniyadachi, tasniyada raf holatida yazribani bo'lib, mana shu nun turadi. Mana shu nunni turganligi yazribanidagi nunni turganligi raflik alomat. Nasb holatida ham, jazm holatida ham asha nun ketadi. Yadriba, yadriba bo'lib ketadi. An yadriba, lam yadriba bo'ladi-da. Tushunarli bo'ldimi? Tasniyada demak raf holatida nun turadi, nasb, jazm holatida o'sha nun ketadi. Jamlarda ham shunaqa muzakkar jamlarda yazribuna bo'ladi va muzakkar jamda ham, muannas jamida ham nima muzakkarni jamlarida, muannas jamlari boshqacharoq bo'ladi. Xo'p, yazribuna bo'ladi. Raf holatida o'sha nun turadi. Nasb holati bilan jazm holatida o'sha nun ketadi. Yazribu, yazribu bo'lib qoladi. An yazribu, lam yazribu bo'lib qoladi-da. Muxotab muannas mufratida ham xuddi shunaqa nun turadi mana. Tadribina bo'lib nun turadi. Nasb bilan jazmda o'sha nun ketadi. Tazribi, tazribi, an tazribi, lam tazribi bo'lib qoladi-da. Oxirgi illat harfi bo'lgan paytda raf holatida o'sha nimasini tashlab yuborasiz, xolos, oxiridagi zammani tashlab yuborasiz. Yarmiyu, yarmi bo'ladi. Yad'u, yad'u bo'lib qoladi-da. Nasb holatida unga bemalol fatha bera olasiz. An yarmiya, lan yarmiya bo'lib, oxiri fatha bo'laveradi. Endi jazm holatidachi, jazm holatida umuman illat harfni olib tashlaysiz. Lam yarmi bo'lib qoladi mana. Yarmi bo'lib illat harfi umuman olib tashlanadi. Endi muannas jamlardachi yo ta'kid nuni tutashgandachi unda bir xil turaveradi. Mana yazribna raf holatida ham, nasb holatida ham yazribna, jazm holatida ham yazribna. Ta'kid nuni tutashganda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Xo'p, mana bu birinchi jam deganda bu muzakkar jamlari, keyingi jamni, keyingi oxirgisi bu muannas jamlar. Shu ikkalasini alohida bir ajratib qo'yamiz ekan-a. Xo'p, shu bilan 3-darsimiz ham nihoyasiga yetdi. Salomat bo'linglar.